Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari va Svarko'z kanali obunachilari. Bugungi video obzorimizda biz elektrodniy svarka apparatlarimiz haqida gaplashamiz. Oldingi obzorlarimizda ko'pchilik akalarimiz elektrodniy svarka apparatlar professionallari va uyga ishlatadigan xaloskorlar uchun svarka apparatlarida obzor qiling, shulardan kerak bizga va shular qiziqroq degan akalarimiz ko'proq bo'lgani uchun elektrodniy svarka apparatlarimizni bugun obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Bittadan like bosib ko'rasizlar. Video boshida manzilni eslatamiz. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massif Malina svetoforida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Barcha turdagi svarka apparatlari bor. Aragon, kemping, plazmarez, qurilish texnikalari hamma turdagisidan bor. Biz отдельно video qilyapmiz. Obunachilarimiz so'ragan narsani, masalan, video kommentariyasida qaysi biri svarka apparat nomi ko'proq yozilsa, o'sha haqida obzor qilib, sal yoritib beryapmiz. Kimga qanaqa apparatlar qiziq bo'layotgan bo'lsa, mana shu videoning kommentariyasiga ham yozaverasizlar. O'sha apparatlar haqida ma'lumotlar berib, obzorlar qilib o'tamiz. Qiziqqan akalarimiz Telegram gruppalarimiz ham bor. Mana shu videoning kommentariyasida Telegram guruh silkamizni qoldiramiz. O'tib a'zo bo'lib qo'yishlaring mumkin. Do'konimizda nima yangiliklarimiz bor, narxlari qanchadan Telegram gruppamizga tashlab turamiz. Obzorimizni boshlaymiz. Bittadan like bosib ko'rasizlar. Do'konimizda 500 amperlik M+ professionalniy svarka apparatimiz, 300 amper, 400 amperlik professionalniy M+, 350 amper, 300, 200 amper, 225, 250 mini variantlardan bor. Shular haqida to'liq gaplashamiz va aytib o'tamiz. Xo'p, hozir eng yaxshi svarka apparatlar qaysi biri bo'lyapti degan akalarimiz uchun M+ brendiga tegishli inventorli svarka apparatlar bo'lyapti. 500 amperligi bez inventor bo'ladi, lekin amper kattaligini hisobiga 200 dan baland toklaring bo'lsa, bemalol 4lik, 5lik elektrodlarni eritadi. Bu yaxshi tok baland joylarda o'ta zo'r effekt beradi. Professionalniy svarka apparat o'zini o'zi sovutadi. Narxi 2 million so'm qilib beramiz, kimga kerak bo'layotgan bo'lsa. Endi past toklarda ham zo'r ishlaygani kerak deganlar uchun 400 amperlik 8 ta kondensatorlik farq shunda. Buni kondensator 8 ta bo'ladi, qolganlarida 6 ta. 8 ta kondensator 400 amper, inventorlik, forsach telegrafga qilayotgan quloqchalari ham bor. Elektrodga qarab moslab olsalaring svarka apparatga nagruska yemaydi, ham apparat silliq ishlaydi. Bemalol 4likgacha, 5likgacha elektrodlarni eritadi, o'zini o'zi sovutadi. Narxi 1 million 700 ming so'm. Orqasi mana o'zini o'zi sovutish tizimi bilan, ya'ni ventilyatsiya bilan jihozlangan bo'ladi. Garantiyalari 6 oyga beriladi. Endi bundan kichkinarog'i 1 million 250 ming so'mga 350 amperligi ham bor. Bu ham 4likgacha elektrodlarni bemalol eritadi va 6 ta kondensatorli bo'ladi. Narxi ozgina arzonroq varianti. Endi 300 amperliklari bor. Buni uyga ishlatgan olsalaring ham bo'laveradi, professionalligi ham bo'laveradi. Narxi 970 ming so'm, 4likgacha elektrod eritaveradi, past toklarda ham ishlaveradi. 160, 170 volt toklarda ham bemalol ishlataverasizlar, o'zini o'zi sovutadi apparatimiz. Komplik, hop, derijaga massasi, shotkasi, o'zini zavodskoy maskasi chiqadi, hammasini ichidan ham chiqadi. Bu narxi 970 ming so'm. Endi uyga ishlatish uchun arzonlardan kerak degan akalarimiz uchun arzonidan 450 mili modellardan ham bor. Bu bez inventorli modeli bo'ladi. Derijaklarning o'rnini ham ko'rishlaring mumkin, ancha ham kichkina, narxi 450 ming. Maslahatimiz inventorli svarka apparat olganlaring yaxshi, chunki inventorli svarka apparat past toklarda ham ishlayveradi va ishlatib turgan holatlaringda chiroqni lipillatib o'ynatadigan holat kuzatilmaydi. Ham elektrod eritganlaringda yopishib qolgan holat inventorli svarka apparatlarda kamroq kuzatiladi. Xuddi shuni inventorli varianti 800 ming so'm turadi. Mana derijaklarning o'rnini ham solishtiraverasizlar. Buniki kichkina, buniki katta. Bu past toklarda ham 160, 150 toklarda ham bemalol ishlab, 3lik, 4lik elektrodlarni eritishga mo'ljallangan. Narxi 800 ming so'm, o'zini o'zi sovutadi. Endi hop 250 amperli mini svarka apparat so'ragan akalarimiz ham ko'p. Bu mini yelkaga bitta osib olib turib, tepa joylarda ish qilgani o'ta udobni. Inventorlik 140, 130, 150 volt toklarda ham bemalol ishlaydi. Nimaga uni past toklarda ishlashga chiqarilgan deganlar uchun buni o'sha tepa joylariga udinitel tortib olib ketishib ishlatishadi akalarimiz. Udinitel qancha uzayganini hisobiga tok pasayib boradi. Shuning uchun mana shu apparatlar shunga moslashtirilgan, mini variantda qilib chiqarilgan. Narxlari 730 mingdan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol do'konimizdan xarid qilishlaring mumkin.